Assalomu alaykum Sultanov Motors obunachilari. Bugun sizlar bilan Jitur X70 FL ni pozitsiyalari va narxlari bilan tanishib o'tamiz. Hozir ko'rib turgan avtomashinangiz bu ikkinchi pozitsiyasi. Birinchi pozitsiya bilan ikkinchi pozitsiyaning farqi farlarda, ya'ni ikkinchi pozitsiyada svetodiodniy LED bo'ladi, birinchi pozitsiyasida o'zimizning обычный farlar. Ikkinchi farqiga kelsak agar bagaj qismiga farq qiladi. Ikkinchi pozitsiyada elektronli bagaj, birinchi pozitsiyada esa mexanicheskiy, qo'lda yopib o'tishingiz mumkin. Undan tashqari uchinchi farqi salon ichki qismida, ya'ni sidenalari kojinli emas, birinchi pozitsiyada tkanivoy bo'ladi, ikkinchi pozitsiyada esa kojinli bo'ladi. Qani ketdik. Mashinamizda datchik dajjya, datchik svetalari bor. Mashinamizni 360 gradus kameralarigacha jihozlangan. Undan tashqari diskalarga e'tibor bersangiz agar 18 dyumdagi diskalar litiy kovanni 265 ga 55 portda keladi. Hadavoy chassiga kelsak agar, hadavoy chassi mashinamizni oldi qismi McPherson italyanskiy podveskadan ishlab berilgan, orqa qismi esa ko'p tarmoqli rechajniy, ya'ni mnogorechajniy podveskadan iborat. Bagaj qismiga kelsak agar, ikkinchi pozitsiyada aytib o'tganimdek elektronli bitta barmoqda, bitta knopkada ochib bilasizlar. Mashinamiz 7 kishilik, semeyniy mashinamiz, oilaviy. Xohlasangiz 3-qatorni yotqizib bagaj qilishingiz mumkin. Xohlasangiz agar 3-qatorni ochib, agarda sizning oilangiz katta bo'lsa agar, bemalol to'q dam olishlarga borishlaringiz mumkin. Bagajimiz bitta knopkada yopiladi. Ko'rib turganingizdek, orqa oldin partroniklari mashinamizda bor. 4 talik vyxloplarigacha jihozlangan. Endi kelinglar salon ichki qismini ham ko'rsatib o'tamiz. Aytgancha, besключевой dostuplarigacha hammasi iborat. Salon ichki qismiga e'tibor bersalaringiz agar, elektronniy sidenlari mягкий koja perforatsionli qilingan. 4 ta oynasi ham avtomatik tarzda ko'tariladi, yopiladi va детский rejimlari ham bor. Ya'ni bolalaringiz o'ynayotgan paytda mashinaning ichida yoki oynasini tushirib ko'tarayotgan paytda qo'li qoladimi, boshi qoladimi, qismaydi. Chunki xavfsizlik tizimidan to'liq ishlab qo'yilgan. Salon qismini, rul qismiga kelsak agar, multimediya rullari polностью ko'rishlaringiz mumkin. Rul qismiga e'tibor bersalaringiz agar, chap tomongi multimediya upravleniyasi display monitorniki, ikkinchi tomonda, ya'ni o'ng tomondagisi esa cruise kontrolni boshqaruvi joylashgan. Mashinamizni korobkasi 6 talik, avtomat korobka, беспроводной зарядник, joystiковый скорость управления, barlarigacha, konditsionerlarigacha, display monitorlarigacha ko'rishlaringiz mumkin. Ikkinchi qatorga kelsak agar, ikkinchi qatorda prostranstvoni ko'rishlaringiz mumkin. Prostranstvo просто так огромное, chunki siz svobodno qisilmasdan o'tirishingiz mumkin va uzoq yo'lda borayotgan paytingizda komfortni dam olib, mashinada azob chekmasdan, keyin charchamasdan borasizlar. Aytgancha, ikkinchi qatorni siz oldinga ham sursangiz bo'ladi, ham orqaga sursalaringiz bo'ladi, ham yotqizib ketsalaringiz ham bo'ladi. Uzoq yo'lda borayotgan paytda sizga yaxshi komfortni yaratib beradi. Bu avtomashinamiz bu ikkinchi pozitsiyasi, birinchi pozitsiyasi ham shunaqa holatda, shunaqa dizaynda, eshiklari polностью obshivkalari mягкий kojadan va mягкий plastikdan ishlab berilgan. Farqi faqat 3 tagina narsasiga. Birinchi pozitsiyasining narxi 299 million so'm, ikkinchi pozitsiyasining narxi esa 312 million so'mga xarid qilishingiz mumkin hozirgi kunda va bu avtomashinamizga рассрочкаga ham xarid qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari imtiyozli kreditlarda ham, ya'ni 2,5%, 8%, 11% kreditlarga ham rasmiylashtirib bera olamiz. Hozir men sizlarga polностью to'lov turlarini ham tushuntirib ketaman. Aziz obunachilar, endi men sizlarga hozir Jitur X70 FL avtomashinamizning maksimal pozitsiyasi, ya'ni ikkinchi pozitsiyasini to'lov turlarini tushuntirib beraman. Siz teng yarmini to'lov qilsangiz agar 1 yilga рассрочкаga bu avtomashinani xarid qilib bilasiz. Ya'ni mashina tan narxi ko'rishlaringiz mumkin 312 million so'm, 50% yarmini to'lov qilasizlar, 156 million so'mni. 156 million sizga o'z tan narxida 1 yilga bo'lib to'lashga, ya'ni 13 million so'mdan rasmiylashtirib beriladi. Bitta xarajatingiz sug'urta xarajati bo'ladi. 1 yillik taxminan 1 million 950 ming so'm, ya'ni 2 million so'mgacha bo'lishi mumkin. Bu avtomashinaga boshlang'ich to'lov kreditga rasmiylashtirmoqchi bo'lsangiz 25% dan boshlanadi. Qancha bosh to'lov qilishingizga qarab va necha yilga olishingizga qarab sizga yillik foiz stavkasi chiqadi. Ya'ni siz 40% to'lov qilib 1 yilga olmoqchi bo'lsangiz, yillik foiz stavkasi sizga atigi 2% ga minadi. Ko'rishlaringiz mumkin. 40% ni to'lov qildingizlar,
124 million 800 ming so'm, qolgan 187 million 200 ming so'm 2% dan 1 yilga, ya'ni 15 million 700 ming so'mdan chiqadi. Qo'shiladigan summani o'zi 2 million so'mni 1 yilga tashkil etyapti. 187 million 200 ming so'mga. Ya'ni siz muddatini uzoqlashtirsangiz agar o'shanga qarab foizlar ko'tariladi. 8%lik, 6%lik, 11%lik, 16%lik kreditlarimiz ham bor. Kimga shunaqa ma'lumotlar qiziq bo'lsa agar, mashina xarid qilish uchun kommentariyada plus belgisini qoldiringlar. Menejerlarimiz sizga aloqaga chiqishadi yoki nomer telefonlar qoldiramiz. Pastda quyidagi nomer telefonlarga telefon qilsalaringiz agar menejerlarimiz sizlarga to'liq ma'lumotni berib o'tishadi. Barchangizni Sultanov Motors avtosalonidan kutib qolamiz.